Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar so'ragan edlaring ofis nima bo'lyapti? Videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar. Kimki yangi bo'lsa kanalga obuna bo'lib qolinglar. Hozir sizlarga ofisni ko'rsataman. Nima bo'lyapti, nima qo'ygan ustalar, nima uchun buncha asta ishlashyapti. Hozir полностью ustalar bilan ham savol-javob qilamiz. Ketdik, короче. Ko'ryapsizlar, akalar, opalar, mana ofisimiz remont ketyapti hozir. Xudo xolasa birinchigacha bitib qoladi. Mana o'sha patologini urishyapti. Shpakilovkasi qolgan. Yana nimasi qolgan? Assalomu alaykum usta aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Sog'liklar yaxshimi? Qolib qolgan, patolog qolgan. Примерно qachonga bitadi? Birinchilarga. Birinchilarga, ha? Qaysi birinchiga aniq emas lekin. Qaysi biriga, lekin aniq emas. Shu birinchiga glavni bitadi. U 2035-yilmi? 2069-oxirgi tuman. Ha. Короче, ko'ryapsizlar mana, vaqtlarni ham ko'rsat, operator. Уже почти bitib qoldi ham desak bo'ladi. Hammasi hazil-u. Xudo xolasa shu mana shu birinchi, уже hozir aprelmi? 1-mayga уже полный bitadi, ishni boshlaymiz. Hamma aytga stol stullar qo'yamiz, ishchilarni olamiz. Nasib qilgan bo'lsa bitadi. Yana nimani ko'rsatay? Mana sizlar uchun ish chiqaraman. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Ish bilan ta'minlayman. O'zimning nomerimni qo'yaman. Xohlasalar menejerlar nomerini qo'yaman. Xohlasalar o'zimga telefon qilinglar, xohlasalar menejerga farqi yo'q. Bemalol telefon qilib tushasizlar, ishga qo'yamiz hammalaringizni. Ofisimiz ochilgandan keyin har bitta odamda farqi yo'q. 50 yoshdamisiz, 60 yoshdamisiz, harakat qilamiz har bittalaringizni ishga qo'yishga. Главное, sizlar поддержка qilsalaring kanalda, чтобы развиваться bo'lish uchun подписаться, like, kommentariy yozsalaring bo'ldi. Kechaki chiqargan videomga qancha? Почти 3000 rubl уже yig'ildi. 3000 rubl. Allohga shukr. Auditoriya meni kam maydaligi uchun 3000 rubl yig'ildi уже. Asta-sekinlik bilan yana dal shu ko'proq yig'iladi. Harakat qilamiz o'zimizdan ham podдержка qilishga. Rahmat, videomizni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon